Bunu uykusunda etmeyimiz. Manda etimiz. Siz onda anlayalım, ha? Üzgünü bilin. Ças. Tug'ilgan kuningizga muborak. Tug'ilgan kuningizga muborak. Tug'ilgan kuningizga muborak. Tug'ilgan kuningizga muborak. Voy, demiş kulak. Ya, kumar. Ya, anda kalmasın, kalmasın. Saat oldu ya. Unda vasafkan. Bu neyle? Her sizligimiz imtihan berdi qilib atap bizim ağaç kelgansan. Mana sirisi. Voy, bu nima qilyapsiz siz? Mana ko'nglim. Asa? Qurchoq kirdim ishlar yapasa? Rahmat, xudo yedim. Yaxshi do'rdingiz. Undan aytar ekansiz. Rahmat. Menimcha siz bu kasbning ahli emas ekansiz, qarang. Eng yaxshisi siz qaytib ketib, o'sha tomoqchilig'ingizni qilsangiz o'g'lik. O'sha tomoqchilik do'konini ochavering. Bunda yerlik shivisi ig'ir, bunda o'rtaq til so'zlamaydiganimiz kerak emas, qarang. Shuning uchun siz qaytib qolsangiz bo'ladi. Bu sizning demishkidiga yapapkan. Bu ovoz berilgan, ovoz oladigan, tarjima qiladigan. Qaysi afkam? Ahmadga bo'lmadimi men? Ya bo'lmaydi. Muzikaga bo'lmadimmi? Ya bo'lmaydi. Unda ovoz tarjimonlikqa yarab qolarmi? Tarjimadan ish qilib beraymi? Oh, tarjima qilyapsiz. Tafsir emaskan. Adam qilganimni adam qilaman da. Ha, bo'ladi, unda siz bir necha so'zni bir tarjima qilib bering, ha? So'z deyil, afkam, so'z degan oddiy. Bunda maqol tamsil desa mana men tarjima qilib beraman. Nasa afkam? Elaqa tas bo'lsan, gaydinga chol deganda xanzusiga manda tarjima qilamiz. Tuttu bozisham. Ha. Elaqa jinning qat shaqtilda deganda, jinni mudi tozisham. Rahmat. Ha. Osmonga tushsang, yuzing kechiraydi deganda, tuzay tensang, lozay mensang. Yana bir gap afkam. Elaqa ishak ko'z qo'g'i jaktatibdi deydigan. Bo'lsan, Moliza silma, bibala erxon. Yaxshi. Buni qanday tarjima qilamiz? Bo'lmadimkan? Ha, bu yomon tarjima bo'lib ketdi. Bunday tarjimalarni biz ishlatmaymiz. Kamsiz makasni tushunamla. Voy, mushkasini tushungachki men 10 yil bo'ldi makasini ishlayotqali. Buni qilmamam ekanman. Bo'lmaydi, sizga. Unda vaskan bo'pti. Ko'ngillari. Ta'bir muzikadan bir gapirib boqmayman. Ha, bo'ldi. Asa? Chasa? Nima gap berma? Xalqalarini chasa. Voy, nima gap bersam bo'ladi? Müzik çalmaz. Çasa? İşte çalımız buna. Şok çalımız. Mis çalımız. Voy, qanday chiqchaq oldu bu müzik? Çasa afkam, dusta degani bak, bang mana çalımız buni. Yarım giderken jırak Ataşan beni azap etti Tünep kalksın ak yürek yağı Kandak çıdaymen tenha yürüyüşke Dünya bana ey dergizek Sen gitsen güzel kalarmız Dünya bana ey dergizek Yetermez selle kalarsan Dünya bir vata dünya Yaxshi. Endi bu ne? Uslub deymiz. Ha, bu uslubingiz yaxshi keldi. Ele haqni dormaymiz biz. Siz eng yaxshi qaytib keling. Bo'lmaydi ekan.
Bu asta aytadigan bu naqshlarning o'zgachilik uslubi bor qarang. Bu istik aytadigan naqsh va usulliq naqshlar. Bu asta naqshini o'rgitib ish qo'ygan. Bizning maydagi deyishlik javob mana mushta ishtiga satadi bizga buni. Ang yaxshi siz qaytib keling. Yana qiladigan bir moch ishim bor. Nakasa. Eng kaynida chiqadigan bir ism bor. Taqlidiy ovoz deydigan. Aqcha, shuning ishi oson. Shuning o'zini olib qo'yasizlar meni. Buni qilalarmi? Taqlidiy ovoz degani odam qiladi uni. Uni shu ovoz olgan texnik xodimlar ishlaydigan ish bu. Biz bo'la olmaymiz. Ha, bo'pti, daqiqa. Taqlidiy ovozga nima bor? Ha? O'zim tushunmay turibsiz. Taqlidiy ovoz deganimiz qarang. Masalan, ha, shuning ichilib yepilish ovozlari. Chala. Ha. Menchu. Mashinalar ketib turib signal bergan ovoz. Ha. Ishtami ya? Ha, ishta. Yanchu. Yana mashinalarning ishtik o'tib ketib qolgan ovozlari. Ha, to'g'ri. Yana chofkam. Yana bog'da qushlarning sarg'an ovozlari, kaptalarning. Kaptalarning? Qanday kaptalar? Bendaningmi yo? Voy, qanday qo'shiq chiqib ketdi? Bendan mana tarayotgan. Mana benda deymiz-ku. Ha, katta bog'i. Mana sarayda. Yaxshi. Bolalarcha. Ha, yaxshi. Mana sarayda. Buni bir odam ovoz orqali bermaydi qarang. Buni mashina orqali ishlaydigan ovozlarmisi. Meni to'liq avar qilmang. Siz yo'lingizga menaveraga bo'ldi. Kimdan boshqasiz? Voy, bayadan ya uni qil, buni qil deysiz. Ye? Da apaytna dukunimni taqotib keldim, o'tinibganman. Voy, misha o'tamsiz? Qaysa? Bizda qadamga borgan, men qo'ydim, maash taqtib, ishlasang bo'lajaqsizlar. Ma'qul, shunda qildi. Mening ishim bor, bo'ldi. O'ttasan? Asana. Chasa. Naqshida yana bir aytaman, o'talisam o'tdim, o'tamasam o'zimga. Sizlarga sovuqtimni chala olammi? Ha? Sovuqtim. Ha, chalay. Chasa. To'xtating. Ha? Nima? To'xtang deyapman. Siz hozir naqsh etdingizmi? Ha? Naqshni siz etdingizmi? Men aytdim. Hey! Va naqshni etgan sen emas, ne bu? Qanday degan bir nima bu? Stama cho'mchingni adash. Astagfirullah. Çelim kaptı da bu. İşte sandaga.